27-iyun kuni Qozog'istonning Almaty shahrida oktagonning navbatdagi turnirida Bobur Abdulazizov hamda qirg'izistonlik Marcel MMA o'rtasida navbatdagi jang bo'lib o'tadi. Ularning jangiga yil jangi deb e'tirof berilgan. Ammo jangdan avval Marcel MMA Bobur Abdulazizov ustidan biroz kulganga o'xshadi. Chunki Marcel jonli efir paytida Bobur Abdulazizovni shu gaplarini gapirib masxara qilmoqchi bo'ldi. Физически жақсы болымда атак, братан. Сізделе просто атак, о. Немеден келген адам емессіз да, братан. Сізде бардығы күреш албайды дегенме, по-любому защита бар да сізде. Не осыдан hareket қыласыз да, же бірінші раундта эле болевой беріп қаласыз да. Işte осыдан защита қылып. Marcel boshli katta gapiryapsan, lekin yaxshi. Yo'q. Yaxshi emas deydi. Samandar, kattalar сөйлешayotganda sen kattalarning ishini aralashma. Bobur akam gapirganda mayli, Bobur akam gapirganda eshitib o'tirdim, mayli. Sen gapirganda ataga. Nima gap, yerda uchirib o'tiramiz. Hozir prosta ko'p gapirib yuryapsan-da, Marcel. Marcel bu gaplari bilan Bobur Abdulazizovni birinchi raunddayoq parterga olib Boburni mag'lub etmoqchi bo'ldi. Lekin Bobur Abdulazizov Marcelning bu gaplari uchun ajoyib javob qaytardi. Lekin Marcel bu gaplarga kulib qo'ydi. 10 yil qilsang stoga urisha olmaysan. Bilaman, aytaman. Birinchi raundda men senga ochiqini aytyapman. Bilaman. 10 yil turga qilsang stoga urishmaysan men bilan. Urishmayman. Stoga urishmayman. Sen O'zbek tug'anlar sen nima qilishing, odamlardan biladi sen nima qilishing, qanaqa urishing. Stoga urisha olmaysan men bilan. Yo'q, turmayman. Minutdan pizza urasiz, je tevez, сразу проход qarab. Urushingizni, tevishingizni kutaman, сразу kelem. Boshqa nima qilaman? Boshqa nima qilaman? Невыгодно, men сразу kurashish kerak. Minutda qo'ldan kelsa 30 sekundda проход kirib ketsin. Habib aytganday сразу jarmash kerak. O samanlarмен bez razницы, kareta ham tevishiraman bugün. Kallangga tepaman san, o'sha payt kelasan, bitta kalena qo'yaman. Bu Marcel degan hozircha katta gapiryapti, lekin u qafasga kirgandan keyin uning holiga maymunlar yig'laydi. To'g'ri, Marcelda kurash bazasi kuchlidir, lekin ammo Boburning zarbasi Marcelni uxlatadi. Do'stlar, sizlar qanday fikrdasizlar? Agar bu jangda Bobur Abdulazizov Marcelni tutib olsa, nimalar bo'ladi? Yoki bu jangda Marcel Boburni qiynab qo'yadimi? O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar.